Na gaz bor, na suv bor. Suvda erta bahorda o'chirib qo'yadi. Kuzga durib berishmaydi. Qishning izg'irinida quruvchilar qurgan uylarga kiramiz. Devorlari sho'rlab ketgan. Ayrimlari qulab tushyapti. Hamma uyning devorlarida shunday muammo. Uy topshirilganidan 6 oy o'tib shunday muammolar kelib chiqa boshlagandi. Ammo fuqarolar quruvchilarning so'zlariga ishonib, uyda muammo yo'q deb qo'l ham qo'yib berishgandi. Bitta odam menga qo'l qo'yyapman deb bunday qilib turing deb meni aldab qo'lda qo'ydirib olgan. Mana hozirgacha yo'q ular, yo'qib ketgan. Men mana daromad olmasdan o'tiribman. To'lab bo'ldik hozir. Bo'lmasa o'sha pullarimizni qaytarib bersa, o'zimiz boshqatdan imorat qilaylik. Kelib turganimda menga aytgan suvdan, gazdan muammo bo'lmaydi degan, gazni kelib yoqish berishgan. Mana gaz keldi, endi uylaringga ulab beramiz deyilgan, lekin gaz berilgan yo'q. Mana 5 yil bo'ldi kelganim. Ushbu qarordan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi, yuqori qaytdi, narigi dunyoga murojaat qilaymi? O'zbekiston buyuk davlat. O'zbekistonni alishmasman boshqa jahonga. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga.